Senla yoshligingda pampersingni qo'llab yurganingda men 3 oylik paytimda dramalarda o'ynayapman deydi bu bola. Chunki bu bola 3 oyligida dramada o'ynadi aytdim. Bungacha lekin men otasi Koreyada 26 ta dramada o'ynadim. Undan keyin reklamalarda tushdim, kliplarda tushdim. Bunga otasini ham aktyorligi biroz bo'lsa sabab bo'ldi. Menejerlarim bunga dramalar berishdi. Allohga shukr. Endi yana shuni aytib o'tishim kerak. Men 34 yoshimda birinchi kinoyimni o'ynadim. Kino sohasida o'qigan bo'lsam-da, shunaqa orzularim bor edi, lekin 34 yoshda erishdim. Mana shu bola 3 oyligida erishdi. Allohga shukr. Aytgandek, buni kinolarni qo'yib boramiz. Obuna bo'lganlaringiz uchun kattakon rahmat. Biz deyarli 3 kun 2 kunda 1000 ta pog'onani bosib o'tdik, 1000 ta obunachi yig'dik. Rahmat hammanglarga va 150 ming prosmotr bo'ldi. Juda xursandmiz. Qo'llash-quvvatlashda davom etinglar. Rahmat.